CapCut Pro'ni sotib olacaksınız, lekin necha deb ulanishni va sotib olishni bilmay turibsiz. Bugungi videoda sizlarga shuni ko'rsatib beraman. Xo'sh, birinchi navbatda biza nastroykaga giramiz. Nastroykaga girgandan keyin bu yerda eng yuqorida turgan o'zimizni iCloud'imizga girib olamiz. Oplata и доставка degan joyi bor. 3-chi turibdi. Shuna giramiz. Endi men avvaldan Visa karta ulab olganman. Shuning uchun hozir toza Visani necha deb ulashni ko'rsatib beraman. Ikkinchi turibdi yana Add Payment Method degan joyi bor. Shuna girasizlar. Girgandan keyin bu yerda birinchi, ya'ni karta nomerini, Visa kartani topasizlar. Masalan, o'zingizniki bo'lsa, danshangizniki bo'lsa, birinchi karta nomeri kiriziladi. Keyin muddati. Masalan, shunday qo'yadigan bo'lsak, keyin save kodi bo'ladi. 3 xonali kod, shu kodni kirizasizlar. E'tibor berib yozish kerak. Agar xato bo'lsa, bu narsa ishlamay qoladi. Keyin pastda adreslar bo'ladi. Adreslarni xuddi o'zingiz nerda yashab turgan bo'lsangiz, shunday kirizib olasizlar. Urganch, oddiy familiyangiz, ko'changiz va telefon nomeringizni kirizish kerak bo'ladi. Shu bilan dona bosamiz. Dona bosgandan keyin sizlarga xuddi menda ko'rsatib turgandek chiqib turadi. Agarda qizil chiqib qolgan bo'lsa, demak ya Visa karta ishlamay turibdi, yo bo'lmasa xato kirizgan bo'lasizlar adreslaringizni. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'ying. Menga podpiska bo'lish yoddan chiqmasin.